Mana bu Malibu bor. Damazga, bor yo'g'i Damazgada. Endi ko'ring mana yerda. Mashinani kechqurun soat 12 da olib tashab ketishgan egalari, skort-tros uzilib yo'lda qolib ketishgan. Reklama qilib 3 ta obunachimizga hadya qo'yib yuboramiz, bosib yuboramiz, like bosib qo'ying, kommentariyda qoldiring desa, har narsaga like bosib, kommentariy qilaverlang. Peredelki ish mana bu ahvolda, qarang. Hozir mana standart holatda bo'lsa, skort-tros bilan almashtirishni o'ziga yarim soat ketadigan vaqtga yarim soatda shu barda o'zini sug'urib oldik-da. Tushunyapsizmi? Mana bu narsa ruchnoy tros maytdan ruchkasi chiqmaydi-da mana uni. Aqa qilsangiz mana bu polga tiralib qolyapti. Men jicha qolib baljarkalaverardim buni. Har narsani qo'yavermaydi, endi keragi yo'q. O'zini standart holatini ushlansa, mashina eskirmaydi. Nabarot go'zal holatda turadi. Ja urinmasin siz, hali plyonka tortib berishadi, laminat tortib olsangiz, o'zini bari juda chiroyli turadi. Nima qilasan? Bunaqa qilib bir narsalarni tiqib bu. Mashina bir Malibu bo'lib qolmaydi bu bilan. Malibu bo'lib qolmaydi.